Vitiligoga qarshi xalq tabobat usullariga ishonsa bo'ladimi? Endi faqatgina tabiiy yo'llar bilan oqtog' kasalligini davolab bo'lmaydi. Oqtog' kasalligi nafaqat teri, balki soch, kipriklarda ham oqtog' tochkalari paydo qilishi mumkinmi? Mumkin, uchraydi. Kiprik va sochlar oqaradi. Vitiligo chandiq yoki dog' hosil qilishi mumkinmi? Uzoq vaqt davolansa, haqiqatdan ham chandiq va ikkilamchi pigment dog'lar qoladi. Homiladorlik davrida vitiligo xavfli emasmi? Homiladorlik davrida ham davolansa bo'ladimi? Endi bu yerda bir qancha omillar ishtirok etadi, ya'ni homiladorlik vaqti tajribamizdan ko'pincha oqtog'larni ko'payganini ham kuzatganmiz. Chunki gormonal o'zgarish hisobiga ham bo'lishi mumkin yoki tug'ruqdan keyin yoki tug'ruqgacha bo'lgan uyqusizliklar, qanaqadir sog'likdagi muammolar tufayli asabbuzarliklar, mana shular ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha homiladorlik vaqtida va homiladorlikdan keyin, tug'ruqdan keyin ko'payish holatlarini kuzatganmiz.